Qani aka, Toyota Camry. Toyota Camry. Gibrid. Va endi. Zo'r aka, haqiqatan. Mana o'z ketishligini ancha. Nimaga? Qarang, o'zi tushunasizda, polni aytish kerak emas o'zi. Aka, bu endi biz endi shu sohada 3-4 yildan beri asosan Jamil yaxshimi? Inomarkalar endi ozmoz. Biz sevamiz faqat o'zi GM, PM. Inomarkada bor bizda, Inomarka hayda. Ha, Nodirmi? Nodir xo'ja, ha. Yaxshi bo'ladi. Qo'ldan kelgancha. Yaxshi bo'ladi. Xo'p, qani aka? 2023-yil 70 talik kuzov deydi buni. Gibrid pozitsiyasi. Shu arab dubayskiy. 39 ming yurgan, kraskasi bamperigacha ham toza inshaalloh. Yaqinda 4 ta balon taqildi. Krugovo tonirovka qilindi, tonirovka ruxsati ham bor. 1 yillik rovna. 1 yillik. Komfort shunaqa holatini bozorda 3 hafta oldin, bu yaqinlarda chiqqani yo'q, 3 hafta oldin 38 mingga sotdi. O'zim reklama qildim. Ha, 38 mingga sotdi o'shan aka. Xuddi shunaqa holat edi. Buni sizni hurmatingiz, podpischiklaringizga zo'r narx qilib beramiz. Toyota Camry qani narxi qanaqa? Nech pulga bo'lyapsiz? Nech pul? Xo'p, shunaqa mana shu sostayn nech pul? 35, 36. Ha, 36,5 ga beraman. 36,5. Ha. Yana kelishgan joyi bor. Ha, quyuq suyuq aytgan narxi hech kim sotmagan-ku. Motor haqida ma'lumot? Motori 2 talik bo'ladi. Aytib ketaman. Informatsiya bo'lib qoladi podpischiklaringizga. O'zini o'zi do'stlar zaryad qiladi. 5 litr расход. Shuna, shahar ichida 5 ta, trassaga 4 litr расход qiladi. Gibrid motor. Mana do'stlar ko'rishingiz mumkin. 2,5 talik bo'ladi. 2,5 talik gibrid bo'ladi. Buni 2 litrligi ham bor. Shu joyda adashib qolmasinlar. Bu 2,5 litrligi bu. 2,5 taligi ham bor. 2 litrligi ham bor. 80 taliklar 2 litrlik chiqdi. Xo'p. Ana bu tomoni gibrid motor hisoblanadi. Bu atmosferli motor hisoblanadi. Benzin ketaveradi. Ha, buni zaryad qo'ymaysiz aka. O'zi zaryad oladi. Shuni hisobiga buni anaqa elektromotori bilan batareykasi juda uzoq xizmat qiladi. Shunday Toyota endi bor, Toyota brend-ku. Shunday, biz asosan zaryad qo'yayotgan payt kuydirib qo'yamiz-da buni. Ha, shunday. Bo'ldi, aloqa uchun qaysi nomerlar? 98 bilan 115 88 94. Ha, keyingi videomizda do'stlar top 10 talik xatolarni kommentariyaga yozsalaring do'stlar, keyingi videolarimizda albatta chiqaramiz. Shu Mali bo'layotganda mashinaga 10 ta xato qilmaslik uchun. Men shu ana masalan GM mashinalarni aytamiz, inomarkalarni aytamiz. 10 ta shu xatoni qilmasalar agar bironta odam bilan aldolmaydi inshaalloh. Aldonmaydi? Inshaalloh. Yes, like bosib qo'yamiz. Moshina proshlardan zo'r bo'lib ketadi. Yo'q, lekin bu yerda juda ko'plar bizlar uncha suymaydi moshina. Kibrlakalar juda ko'pda, shunga nima aka, dunyoni o'zgartira olmaymiz-ku. O'zimiz o'zgartirish kerak. Biz do'stlar, u negatsiyaga ahamiyat berib, o'zimiz ishimizni patishlar uchun qilib yuraveramiz. Shunday.